Barchaga salom obunachilar, sizlar bilan birgalikda men Odilboyman va meni YouTube kanalimga xush kelibsiz obunachilar. Sizlarni YouTube kanalimda ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman, to'g'risini aytsam, chunki obunachilar, voy palakat, bugun sizlarga beradigan juda ham ajoyib savollarim va bir-biridan qiziq bo'lgan sizlarning savolingizga bo'lgan javoblarim bor va bilaman, obunachilar, bilaman. Shoshmanglar, sizlar nimaga YouTube'ga qaytdingmi? Odilboy balo battar deyishinglar mumkin-da. Men YouTube'ga qaytdim, lekin biroz shavollab qaytganman, to'g'risini aytsam. Hozir sog'ligim bilan biroz muammo bo'lyapti, lekin o'ylashimcha tez orada hammasi o'tib ketadi. O'zinglarda nima gap obunachilar? Tuzumsizlar, charchamayapsizlarmi? Ishlaringlar bo'lyaptimi? Aytgancha obunachilar, sizlardan bitta narsani so'rab qo'ygan bo'lardim. Kirganinglardan videoga like bosish va kanalimga obuna bo'lib qo'yish esinglardan chiqmasin. Aytgancha konkursga ham o'tib olasizlar degan umiddaman. Xullas obunachilar, nimagadir bugun men kreativ rejimidaman. Minecraftga qaytib kelganimgami bilmadim, lekin nimagadir menda hamma narsa kreativ rejimda turibdi. Mana xohlagan narsamni xohlagan raqamda olaman va tushunmayapman. Mayli tashqariga chiqib buni hozir bilib olamiz deyishim bilan bu yerda nimalar bo'layapti o'zi menga kimdir tushuntirib beradimi? Diqqat do'stlar, bizda juda ham katta muammo bor. Biz naqd 98% dan obuna bo'lmay kuzatar ekan. Bu juda ham katta muammo bolalar. Hozir kanalga obuna bo'lib qo'yamiz, like bosamiz. Sizning bitta obuna bo'lishingiz biz uchun juda ham katta motivatsiya bo'ladi. Keyin Telegram kanalimda konkurs ketmoqda. Bu konkursga qatnashib qo'yinglar. Telegram kanalimiz mana ekranda. Ya'ni kuchukcha Felix MC. Albatta hammangizga konkurs omad va albatta kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu foizlarni tezroq kamaytirish kerak. No Pro Hacker Good. Qiziq. Salom bo'llar. Salom, nima gap? Tuzummisan? Charchamayapsanmi Odilboy? Ha, yaxshi rahmat. Nima gap? Tuzumsizlar, charchamayapsizlarmi? Bizda hammasi yaxshi, shunchaki bitta savol bor. Xo'sh, qanaqa savol ekan? Xullas boru bizani barcha qurgan uylarimizni ko'rsanmi, hammasi saniki o'xshaydi ko'znitsa. Aha, ko'ryapman. Mana bu o'xshar ekan juda ham, lekin boshqacha bloklardan. Aha, bu ham o'xshar ekan. Oppa, ana u yerdagi ham va bu yerdagi unchalik emas, tepasidagi o'xshar ekan. Xo'sh, nima bo'ldi? Xullas, bizani uyimizni kimiki zo'rligini sen aniqlab berishing kerak bo'ladi. No Pro Hacker Good'da uylardan qaysi biri zo'rligini sen videoga olib kanalingga qo'yasan va obunachilaring buni aytib, kimiki zo'rligini taqsimlab berish kerak bo'ladi. Ha, mana shunaqa gaplar. Biz hammamiz uy qurdik. O'ylashimcha meniki eng zo'ri. Ha, o'ylashimcha seniki eng yaxshisi. Okey, mayli. Nima ham derdim, yordam berish, qarash yoki bo'lmasam kimiki zo'rligini aniqlab berish. O'zi aniqlab beramiz. Faqat buni men sizlarga ayta olmayman. Buni kommentariyada obunachilar aytib o'tadi. Bo'ladimi? Mayli, farqi yo'q. Lekin sen qilishga majbursan. Bilasan, qilmasang nima bo'ladi? Ha, bo'ldi, sizlarni tushundim. Как раз menga kontent kerak edi va kontentga esa tayyor odamlar topildi. Mayli, sizlar mana shu turib turinglar. O'zim obunachilar bilan gaplashib, birma-bir uylarni barchasini ko'rib chiqaman, okey? Bunday gap bo'lishi mumkin emas, kelishdik. Davay. Mana obunachilar ko'rib turganinglardek biz uylarni cho'tki qilib hammasini ko'rib oldik. Qaysi biri qayerda joylashganini, endi bitta boshlasak bo'ladi. Xo'p, birinchisida noob turgan ekan. Okey. Ketma-ket ko'ramiz. Noob uyini tekshiramiz va adashmasam mana shu noobning uyi bo'lish kerak. Aytgancha, hacker, noob, sizlarning uyingizda hech qanaqangi bir himoyalash vositasi yoki parollar yo'qmi? Ayniqsa, hacker senda. Menda bor. Hammasi отпечатка лицо, ya'ni basharingga, barmoq izlaringga ochiladi. Agar parolli nimadir ko'radigan bo'lsang, 4 ta bir yozasan, bo'ldi bas. Bo'ldi, seni tushundim. Okey, obunachilar, mayli. Endi noobni uyidan boshlaymiz. Xo'p, ko'ramiz. Tak, yaxshi, birga bir meni kuznitsamga o'xshatibdi. Nima ham derdim? Faqat o'zini stilida shu yer ber balo battar. Okey, yomon emas o'ylashimcha va men bunga 10 balldan hali beri ball bermayman. Xo'p, kirib kelishda pechkalar qani? Tushunmadim. Odatda bu yerda pechka bo'lish kerak edi. Mayli, 1 ball minus va voy, mana bitta lava bo'lish kerak edi. Mayli, lava yo'q ekan obunachilar. Shuni o'ziga ham like bosib qo'yamiz va kommentariyada nima uchun lava yo'qligini aytib ketamiz. Tak, okey, bu yerda kirganimdan eshik ko'rmayapman. Mayli. Noobga aynan mana shunisi bo'la beradi, lekin mana bu oynalar menga yoqishni boshladi, chunki bu oynalar arzon sifat oynalar bo'lgani bilan quyoshdan shunaqangi asraydiki, hozir o'zingizlar bilasizlar, juda ham issiq va yoqimsiz havo bo'lyapti. Albatta hammasi Xudoning kuni va yoqimsiz ham deb bo'lmaydi aslida.
Tak, ichkarini kirdim va ichkarida qandaydir bir qulaylikni sezdim. Keyingina normalna, ну, qulaygina desa ham bo'ladi va mana bu yerda bet-qo'lingizni yuvish uchun ajoyib bir rakvina bor ekan. Faqat bu yerga o'tirib yuvish kerakmi, bilmadim. Turib, voy, falokat yoki bu tualetmidi-ya? Voy, tez borib obunachilar yuvinib kelmasam bo'lmaydi. Tak, tak, tak. Hozir mana bu tegala nito o'ylab qolishi mumkin-ku. Ну, opa, bo'ldi, yaxshi. Obunachilar, xo'p, ana endi obunachilar qani kiramiz deb bu yoqqa qaytadan. Ana endi kravatga keladigan bo'lsak, ну, kravat nima desam bo'ladi? 10 dan kravatga 2 ball, chunki bunda yotib bo'lmaydi. Bellar prosta osilib, bir narsalar bo'lib og'rib tushib qoladi. Tak, har doimgidek Nubda nimalar bo'lishi mumkin? Hech narsa, yerdan boshqa hech yoqqa va uni sundugida hech narsa ko'rmadim. Va o'zimni shaxsiy bir to'xtamga keladigan bo'lsak, men bu yerga 10 dan 4 ball beraman va o'ylashimcha obunachilar 10 dan 4 ball bunga normalna. Tak, ana endi keyingi navbatda ну, bir o'tiribdi, okey. Lekin obunachilar albatta kommentariyada anaqa berib ketinglar, nima deydi? Qaysi biri yaxshiligini aytib ketinglar. Biz albatta tanlab sizlarga aytib, keyin esa ularga ham yetkazishimiz kerak, bo'lmasa kallam oladi bular. Oppa! Har doimgidek Pro'da ko'ryapman. Pro boy Minecraftda juda ham yaxshi o'qigan, menga o'xshab ingliz tilini yoritib tashlagan, hamma narsani perfect biladi. Shuning uchun obunachilar uyi ham bir o'xshatibdi, lekin almazdan qilibdi va menga unchalik ham yoqmaydi. Nima uchun yoqmasligini sizlarga birozdan keyin aytib o'taman. Tak. В принципе, ko'rinishi tashqaridan deyarli bir xil. Tashqaridan bir o'xshatibdi. Молодец. Faqat bu yerga suv qo'yibdi. Nima desam bo'ladi? Bir xillikni oldini olgan, ya'ni bundan bu farq qilib turish kerak bo'lgan va mana bu yerdagi blokni olib tashlagan. Aynan mana shu yerda blok, tepasida esa pechkalar bo'lishi kerak edi, lekin u mana bunday qilib olib tashlaganida chiroyli bir burchak hosil qilgan va bunga ham alohida e'tibor bersak bo'ladi va buni o'z-o'zidan ko'rinib turibdiki, tashqi ko'rinishini o'zi Nubnikidan 1 ballga balandroq. Ya'ni tashqi ko'rinishini o'ziga agar undan 5 ball bergan bo'lar edim. Chunki mana bu narsa prosta ahmoqona. Shuning o'rniga oltin qo'yib yuborsa ham bo'lardi. Axir Pro'da oltin topilishi muammo emas. Chunki bu faqatgina shaxtada uchraydigan narsa. Okey, mayli. Uyi ichiga o'tadigan bo'lsak. Tak, wow. Eshikka alohida baho berish kerakmi deyman, chunki bu yerda maxsus himoya eshiklari va men bossamgina ochiladi. Mana bu boshqa gap. Nub uyga kirganda pechka ko'rgandim, lekin bu yerda gaz plitasini ko'ryapman. Bunga ham alohida 5 ball desak bo'ladi obunachilar, chunki gap bo'lishi mumkin emas. Gaz plitasini Minecraft olamida topish azob. Va bu yerda svejiy barra pishiriq pishirilyapti. Gap bo'lishi mumkin emas va mana verstakka keladigan bo'lsak, versak o'sha obunachilar, versak shaxtada ham, boyni uyida ham, milliarderning uyida ham, kambag'al uyida ham, hammasini uyida bir xil versak va bu versakdan hamma oddiy tarzda foydalanadi. Gap bo'lishi mumkin emas bunga. Xo'sh, endi kravat. Tak, kravat ancha yumshoq, pul ketkazilgan va obunachilar kravatga yaxshi ball, ya'ni uyi ichi yaxshi ball olyapti va uyning ichida ham yaxshi bir qulaylikni his qilyapman va bu yerda ikkita sandiq va bu sandiqni sizlarga pulisini aytadigan bo'lsam, bu sandiqni faqat Pro'ni o'zi sindira oladi va uni bir joydan ikkinchi joyga ko'chirsa, mana bu ichidagi narsalar mana bu sandiqda ham paydo bo'lib qoladi va bu prosta 10 dan 8 ball desak ham bo'ladi. Oppa, bu yerda men uchun narsalar qo'yibdi, yaxshi sovutlar va obunachilar, mana bu yerda qilichni ko'ryapman. Gap bo'lishi mumkin emas, bu ham oddiy qilich emas. Bu yerda ikkita like bloklar. Xo'p, bu qilich obunachilar uzun, qanaqadir kuchli fatality, ya'ni kuchaytirilgan qilich. Hozir buni sizlar bilan birgalikda tashqarida sinab ishlatib ko'ramiz. Tak, uyga baho beradigan bo'lsak, mana bunday sovg'a solimlari bilan bu uyga 10 dan 7 ball berishga qaror qildim. Shaxsan bu o'zimning fikrim va obunachilar kommentariyada yozib bertinglar. Hozir o'zida Pro'ni yaxshiroqmi yoki Nubni? Va obunachilar, mana shunday mehnatimni qo'llash sifatida videoga like bosish va kanalimga obuna bo'lib qo'yish albatta esingizdan chiqmasin, chunki bir-biridan ajoyib va bir-biridan qiziqarli bo'lgan videolar hali oldinda. Hali obunachilar mana buni qaralar. Guddi uyi juda ham dahshatga o'xshaydi. Okey, mana bunday qilamiz va mana bunday qilib turib ikkalasini sindirib ko'ramiz. Keling, hozirning o'zida game mode 0 qilamiz va bu yerdan mana bu narsalarni kiyib olamiz. Oppa, nima deylar, menga yarashdimi?
O'ylashimcha obunachilar menga просто vau bo'ldi. O, bu yana nimasi bo'ldi? Keraksiz. Ну, musurka. Ну, obunachilar mayli. Bu uyga 10 dan 7 ball berdim. Tak, ani endi bu yerda Hacker Jonnikiga o'tamiz. Qaranglar, men ham endi pro bo'lib oldim. Proni narsalaridaman. Aytgancha, pro bu menga sovg'ami bu narsalaring, ha? Albatta bro, senga sovg'a hammasi. Rahmat, addushi. Oho, Hacker уже boshqa tema obunachilar. Hackerda boshqa tema va atrofni bedrockdan qilib tashlagan. Tak, stop, bu haqiqiy bedrockmi? Tak. Adda, bu haqiqiy bedrock. Gap bo'lishi mumkin emas. Hacker shu bedrocklardan qayerdan topasan? Ha, vashshe qiziqaman-da. Ну, okey. O, mana bu yerda maxsus himoyalangan eshik va отпечатка. Yaxshi, men bundan bog'liqda xursandman va uy meni unchalik ham xursand qilmadi. Sababi uyning ichi qop-qora va bu yerda umuman yashamagan bo'lardim. Shunchaki yoqimsiz bir g'imsa deyiladi bizni o'zbeklar. Tak, lekin mana bu kompyuterlarga gapirish mumkin emas. Kompyuterlar alohida e'tiborimni tortdi, chunki bu kompyuterlarda maxsus konsollar bor ekan va Minecraftda nimanidir sinayotgan ekan va mana bu yashil hakkerskiy kompyuter va bu kompyuterda RTX 5060 Ti turibdi obunachilar. Hacker bu narsalarni qayerdan oladi bilmadim-u, lekin hackerga gap bo'lishi mumkin emas. Oppa. Bu yerda hackerda ham ikkita lucky blok gap bo'lishi mumkin emas. Qani hozir buni sizlar bilan birgalikda tashqariga chiqib tekshirib ko'ramiz va hackerning uyiga men 10 dan 6 ball berdim. To'g'ri, menga eng ko'pi mana bu uy yoqdi, lekin bu ham biroz dabdabali bo'lib ketganligi sababli, ya'ni almazlar qarama ko'zimga pul ko'ringani sababli obunachilar menga unchalik ham yoqmadi. Tak, kella endi bularni sindirib ko'ramiz a. Wow, oltin tushdi. Yaxshi, kella qo'shimchasi. Balakat, mana senga o'sha narsalar. Xo'sh, obunachilar, ana endi qani ketdik. Goodni uyini tekshirib ko'ramiz. Eng katta minus bu tentak uyni tepaga qurib qo'ygani. Xo'p, okey, bu yerda suv. Yaxshi. Eshik prosta elegant. Ha, menga eshik yo'q obunachilar. Gap bo'lishi mumkin emas va mana bu yerda men yoqtiradigan stildagi, aynan men sevgan stildagi ikkita pechka va o'rtada verstak obunachilar. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu ham yo'qdi. Va obunachilar, albatta bu narsalarning hammasi sizlarga yoqqan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar va mana bu kravatga voy, yotosenda borib beling prosta rohat qiladi. Xo'p, oho, mana bu narsalarga esa alohida respektus obunachilar. Buni qaranglar. Mana bu yerda qo'shimcha aslaqalar. Bularning ham barchasi bizga oltinlik kirka как раз menga kerak obunachilar. Hozir oltinlik kirka va oltinlik narsalar ham hammasini sinab ko'ramiz. Ha. Tak, endi obunachilar yana bitta narsani sinab ko'ramiz. Olmani yeb turib tepadan pastga tushsak o'lmaymizmi? Agar o'lmasak, prodan kattaroq ball beraman. Wow, olma prosta meni himoya qildi. Gap bo'lishi mumkin emas. Xo'sh, olma endi bizani mana bu yerdagi lavadan himoya qilarmikan obunachilar? Kella, buni ham sizlar bilan birgalikda sinab ko'ramiz. Ha, bemalol easy himoya qilarkan obunachilar, gap bo'lishi mumkin emas. Kella, olovni o'chiramiz. Va obunachilar, videomiz mana shu yerda o'z nihoyasiga yetadi. Videoga like bosish va kanalimga obuna bo'lib qo'yish albatta esingizdan chiqmasin obunachilar, chunki Odilboy endigina YouTube'ga qaytdi va YouTube'ga qaytganini hurmat qilgan holda jigarlarim, videoga like bosasizlar va kanalga obuna bo'lasizlar. Albatta obunachilar, eng kerakli qiladigan ishinglar obunachilarim, eng kerakli qiladigan, birinchi o'rinda turadigan ishinglar bu kommentariyaga kimni uyi birinchi o'rinni oldi. Shuni kommentariyaga обязательно yozib qoldirishinglar kerak bo'ladi. Hammaga xayr. Sizlar bilan qisqartirishda men Odilboy bo'ldim.